Bolajonlar, bugungi odobnoma darsimizdagi mavzuyimiz hammaga tushunarlimi? Ha, ustoz. Unday bo'lsa yaxshi. Kimda savol bor? To'raxonov? Ustoz, kimning yoshi katta bo'lsa, o'sha odam aqlliroq emasmi? Aql yoshda emas, boshda degan maqol bor ekan. Shu to'g'ri maqolmi? Juda ham bir o'rinli savol berding. O'tirib ol. Menimcha bu savol barchaga qiziqarli. Shundaymi? Ha, ustoz. Unday bo'lsa, diqqat bilan eshitinglar. Akmalning o'ylashicha, yosh katta insonlarning aqli ham ko'p bo'lar ekan. Aslida unday emas. Ajdodlarimiz o'zlarining hayotiy tajribalaridan kelib chiqib, aql yoshda emas, boshdadir deb bejizga aytishmagan. Negaki, yosh katta inson o'zining bilimsizligi sababli xuddi yosh boladek fikrlashi mumkin. Lekin yosh bo'la turib, bilimli bo'lsa, u xuddi kattalardek fikrlaydi. Endi tushunarlimi? Assalomu alaykum dada. Valaykum assalom. Yaxshimisan o'g'lim? Tuzingmisan? Ha. Haydaymi aytgan joyga? Nimaga tushunmaysan? Quda tomonga boringni taqib boraver, Lombarddan ijaraga taqinchoq olish shartmi? Nima kerak bor bunaqa maynavozchilikni? Menga qarang. Quda taraf bitta chuvrindi keldi deb o'ylasinmi? Pul ketsa obro' ketmasin. Keyin taqinchoqlarni ijaraga olganimni kim bilib o'tiribdi? Haydang. Ertaga chopib qo'yishim kerak. Menga qara. Yosh bola bo'lmagin. Ko'p gapirmang. Haydang Lombardga. Mana, Rahmat. arzimaydi. Assalomu alaykum kursdoshlar. Eshitdilaringmi? James Webb teleskopi Yerdan 1,5 million kilometr uzoqlashib, ikkinchi Lagrange nuqtasiga eson-omon yetib boribdi. Nimani aytyapsiz? Lagrange nuqtasi nima? James Webb kim o'zi? Aqidaga nima aloqasi bor buni? Yangi yil bilan Navro'zni bayram qilish joizmi, yo'qmi, shundan gapiring. Onlayn saboq berayotgan ustozlar faqat shu mavzuda bahs qilishyapti. Oyog'ing ostidan oqqan suvni qadri yo'q deb bekorga aytishmagan o'zi. Bu yerda mamlakatning sara ustozlari saboq beryapti. Siz bo'lsa, mana shunday ilm sohiblarini qo'yib, kimligini hatto o'zingiz ham bilmaydigan kimsalardan onlayn saboq tinglab yuribsiz. Bu durustmi axir? Akmal! Bo'senchi, ko'p tonni kutib qoldik-ku. Endi to'g'ri xulosa qilasizlar deb o'ylayman.
Akmal, tushunarlimi? Akmal? Tushunarli bo'ldimi? Ha, tushundim ustoz. Demak, qo'sh tirnoq ichidagi katta bola bo'lib qolmaslik uchun nima qilish kerak? Ilm olish kerak. Negaki ilm najotdir.